Bugun biz Buxoro shahrida Mirzajonning xonadoniga tashrif buyuryapmiz. Keling qani Oybek aka? Voy. Zo'r-ku. 1 yil yo'qolib qolganlari haqida mana aytib beryaptilar. Mirzajon, siz bilan birinchi konfliktdan boshlasak. Boraman dedim, chiqmasang. Onadan so'kkani uchun men so'rab olaman deb borgandim. San'atkor oilasidanman dedingiz. Men uni bilmagan ekanman. Birinchi intervyuda uni gaplashmaganmiz. Qarang, obshiy men 180 ming rublga terdirganman. $3000 plus-minus. Menga pul berib turingmi borganimdan. Keyin sizga tashlayman deb odamlardan pul olgan. 2026 sizdan nima kutaylik kontentlarni? Qaytaman. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli do'stlar. Sizlar bilan Oybek Raimberdiyev. Bugun biz Buxoro shahrida Balu pub, ya'ni Mirzajonning xonadoniga tashrif buyuryapmiz. O'rtoqlar, biz intervyu rubrikasini boshlaganmiz. Faqat iltimos, podдержка uchun bizni qo'llab-quvvatlash uchun like, kommentariy yozishinglar kerak. Обязательно bu yil biz 1 million bo'lishimiz kerak. Buni ham podдержка qilishinglar kerak. Bugun biz orqamdagi xonadonga kirib shu inson bilan yaqindan tanishamiz. Eslasanglar, biz Rossiya shahrida, yangi Rossiyani Sankt-Peterburg shahrida ular bilan intervyu olganmiz. Lekin u intervyu to'g'risini aytganda, yani juda ham yaqin yoritib berilmagan. Bugun biz Buxoro shahridamiz. Biz qidirib keldik, vaqt topib sizlar uchun kontent qilishda. Xudo xolasa charchamaymiz. Yaxshi kunlar do'qib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar, kommentarni yozib qo'yinglar. Biz mana shu insonni chaqiramiz. Sizlarga обязательно sizlar qiziqtirgan savollar javob olamiz. Ketdi o'rtoqlar. Eng qizig'i it yo'qmi degan savol bor, chunki kardinallikda it bor ekanda. Mirzajon. O Mirzajon. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz Oybek aka? Alaykum assalom, sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi yetib olib keldingizmi? Rahmat. Sizmi? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Rahmat, sizmisiz? Xudoga shukr. Sog'ligingiz, kayfiyatlaringiz. Xudoga shukr, rahmat. Nima gaplar? Bezovta qildik sizni? Yo'q, endi bezovtasi bo'lar ekanmi? Siz ancha yildan beri ko'rmayapsiz, Biz aytdik, chaqirib bundan baqa intervyuga, suhbatga chaqirmasak bo'lmaydi dedik, chunki iloji qolmadi. Sizni topolmay qoldik. Pitcherga ketib deb o'yladik, Amerikaga ketib Shunaqa. Tinchmisiz, sog'lig'ingiz yaxshimi? Xudoga shukr. Mazangiz yaxshimi? Hammasi chotki. Ijodlarni boshlab oldingiz, qayta oldingiz. Xudo xolasa boshladik. Gap yo'q. Xursandmiz. Xo'p, bugun biz o'sha Namanganning Chus degan joyidan keldik. Sizni xonadoningizga tashrif buyurish uchun. To'g'ri, azik brat olgansizdan intervyu, lekin bizni intervyu xudo xolasa boshqacha bo'ladi inshaalloh. Nasib. Xudo xohlasa bo'ladi. O'rtoqlar, biz unda Mirzajonni strexonalariga kirib, uni obzor qilib beramiz. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar bas. Xudo xolasa qiziq bo'ladi. Nima ketdikmi? Ketdik. Aytmagan qiralarimni aytaman lekin bugun. Xo'sh, keling qani Oybek aka? Qo'shonamizni ko'ringchi bir. Hozir qo'shonani ko'rish uchun keldik biz, shuncha zo'rda. Voy. Zo'r-ku. Atmosfera. Ana ha pulishga tiqibsiz-da. Shunaqa bo'ldi o'zi ham. Remontini o'ziga shuncha ketdimi? Ha, shunaqa. Remontini o'ziga. Ana bu kompyuterlardan tashqari. Ha, voy. Men просто remontda etganmiz. Xo'p, necha oy, qancha ishlashdi ustalar? 2 hafta ishlashdi. Ko'p katta emas, ko'p kichik emas. Stream xona uchun mos xonada 2 haftada bitirib berishdi. Ha. 2 haftada bitirishdi, lekin mana bu toshmi? Shuni qurishi qiyin bo'ldi lekin. Bu gips. Ha, gips. Lekin toshga o'xshatib qo'yishibdi-da. Shu cho'tki-ku. Xo'p, bu necha kvadrat hozir? Nechiga necha? 3 ga 4 desa ham bo'ladi. Kompyuter xarakteristikasiga kelsak, qanaqa kompyuteringiz va ikkita monitor qo'yibsiz? Bitta monitoringiz Avtage Pro, bittasi Immer. Kompyuteringiz case va anaqa ekan, Aquarium plus mishkangiz HyperXmi bu? Yo'q. Mishka men to'g'risini aytaman, rangiga moslab olganman. Lekin mikrofon HyperX, klaviatura bu ham boshqa brend. Boshqa brend, mexanisk ekan. Shunaqa. Xo'p. Kolonkalar bor ekan bu yerda.
Xo'sh, qarang, общий men 180 ming rublga terdirganman. 3000 dollar plus minus. Ha, Hozir lekin kursda. 3000 dollar, lekin bunaqa xarakteristikadagi kompyuter agar terdiraman desangiz, hozirgi paytda где-то bir 4000-5000 ga ham terdirsa bo'ladi-da. Hozir. Hozir qimmatlashib ketgan, chunki men so'radim, chiska qildirayotgan payt kompyuteringizni qanchaga terdirgansiz? Men aytdim, 3000 ga. Hozir deydi, bunaqa narxda terdirish qiyin deydi. Yo'q. Shunaqa qimmatlashib ketibdi. Zo'r. 3000 o'sha paytda 180 ming rubl. O'rtoqlar bilishingiz uchun hozirgi kursimiz 65-66 bo'lyapti. Ya'ni 100 dollaringiz 6600 rubl. Endi 180 ming plus minus 3000 dollar atrofida. 200 dollar kam bo'lishi mumkin. Xo'p. Yana nimalarni so'ramoqchiman? Ha, mebellari qanchaga tushdi? Bu yerda PlayStation 5 bor ekan, 3 ta knopkangiz turibdi, Johnny'niki turibdi, Ballo'niki turibdi, gitaralar, вот pianinolar qaydasizda unaqa? Endi bilmayman, qonimizda bu muzikantlik talant bizada. Siz muzika ana qila olasiz? Ha, unisini ham chala olaman, gitarasini ham, doirani ham chala, hamma nima bersangiz chalib ketaman. Oilada kimdir san'atga qiziqqanmi? Dadam rubob bilan shug'ullanganlar. Ha, yo'q-a? Ha, shunda qondan o'tgan ekan. Ha, shunaqa menimcha. Notani eshitish qobiliyati bo'ldi, eshitish. Siz rep ham chiqargansiz. Ha, muzika chiqargan. Shundan qiyosda akam rep aytyapman deb Shunaqa. U Peterda edi tashqarida. Zo'r. Xo'p, полный mana shu рабочий zonangiz qancha? Deylik, bu kompyuterni mana shuni o'zini hisobladik-da. Bular qanchadan monitorlar, necha gerts bu? Men maqtanmayman. Birinchi men kes o'sha payt o'ynamasdim, xayolomga emas, kompyuterdagi o'yinlarni o'ynash, stream uchun olganman. Lekin rangi oq bo'lgani uchun olganman. Podsvet tushishi uchun. Buni lekin chat o'qish uchun olganman. Bu monitorlarim arzon. Bu bo'lsa maksimum 200-250 dollar, bu 100 dollar. Kameram lekin qimmatdir. 250 mi shuncha turadi. Yo'q, kamera zo'r ekan lekin. Kamerangizda o'zingiz aniqlayapsiz. Kamerangiz zo'r, cho'tki turibdi-ku. Bu Razermi? Ha, Razer. Naushnik. Беспроводной-a u? Ha. Xo'p, mebel qanchaga tayyorladingiz? Qancha? 8 millionmi, 7 millionmi? Endi 2 yil bo'ldi, esimda ham yo'q. Shuncha, lekin примерно narxini aytyapman sizga. Ha. Xo'p, kreslomiz qaysi brend ekan? Qaysi brend bu? GX mi nima? GX. Xo'p, bu narx qancha edi bu? 350. 350 dollar. Ha. Aha. Biz O'zbekistondan olgansiz. Ha. O'zbekistondan olganman. Gap yo'q. Xo'p. Bo'ldi, endi nimalar bor? Bu yerda knopkalar bor ekan. Knopkalar turibdi bu yerda. 3 ta knopka bor. Birinchi savolim, 2 ta Balu PUBG degan yozuvi bilan knopka turibdi. Bu ham servermi, bu ham server. Qanaqa oldingiz buni? Ko'pchilik hayron qoladi shu ikkita knopkani ko'rib. Bittasini Rossiyada bo'lgan paytim, Rossiyada 100 ming bo'lganman. O'sha payt men zakaz qilganman. Keltirib berishgan shunaqasini. Bunisini O'zbekistonga zayavka bergan paytim bunisini keltirib berishgan. Bitta kanalga? Ha, ikkalasi ikki xilman, lekin xabarim yo'q. Nimaga bunaqa bular? Hayronman. Johnny ham olgan 100 ming. Ha, bu rip bo'ldi, bu kanal rip. Hozir ishlatishmaydi. Bo'ldi. Nimaga ishlatishmaydi? Nimaga Johnny to'xtatib qo'ydi? Kanalni sotib yubordi 150 ming taligiga. Qanchaga sotishdi? Arzonga sotishmadim chiqdi? Arzonda. 500 dollar. Yo'q, 1,5 mingga sotdi. Undan ham ko'proqga arzirdi u kanal. Yo'q, million prosmotrlar bor edi bu kanalda. Yo'q, mayli, sotishga sotdi deylik, 1,5 mingga sotishdi. Lekin 1,5 mingdan ko'p pul topsa bo'lardi-ku deyman-da. Ha. Просто men bosgan yo'llarni unga tushuntirdim, что qilma, ana PUBG'dan pul topadi, akkauntiga tiqadi, tiqadi. Qilma u ishni, pulingni yig', yo oldi tiqdi. Endi bu yoqqa Rossiyada edik-ku, kelgandan keyin qiynaldi O'zbekistonda. Akkauntini sotib yubordi shuni hisobiga. Akkaunti ham qimmat. PUBG akkaunt. PUBG akkauntini ham sotib yubordi. Ha, hammasini sotdi. Hammasini как готовый biznesdek. Ha, sotib yubordi. Shunaqa bo'ldi. Shuncha mehnatda. Gap yo'q. Xo'p, gitarani chalishni bilasiz. Pianinoni bilasiz.
doirani chalishni bilar ekansiz. Rep ham aytib ko'rdingiz. Hamma ish qilib ko'rdingiz. To'g'risi, bu na samом деле sartaroshlik ham qo'lingizdan keladi. Streamerlik ham, kontentlik ham, prank qilish ham qo'lingizdan keladi. И plus muzikantlik ham. Xo'p, bitta qo'lingizdan kelmaydigan ish bor ekanda. Nima ekan? Taxmin qilib ko'ring-chi. Qo'limdan Shu kanalingizni sotmayapsiz xolos. Yo'q, bo'lmaydi bu narsa. Movodagi taklif bersa-chi, kanalga soting deb. Вообще не вариант. Ne variant? Chunki kanalimni 5 yilligi bo'libdi, kanalimga kirsam SMS kelgan bir 2 kun oldin. Kanalim ulg'ayapti-da, 5 ga to'libdi o'zi. Shu 500 mingga yaqin odamimiz bor. Xudo xolasa 500 mingni uramiz shu oy. Harakat qilsangiz Harakat qilish. 500 ming tu kam 1,5 millionda. Kam sonmasdi u. To'xtamaganimda может 1 million bo'lardi. Ha, davno. 1 yil ijod qilmay qo'ydim. O'rtoqlar, 1 yil ijod qilmaganlarning sababini hozir biz o'tirib bular bilan suhbatda bilib olamiz va nimaga yo'qolib ketdilar. PUBG'dan bu bir. Ikkinchisi biznes qilganlar bular, sartaroshxona qilganlar, uchinchisi hype, ya'ni janjallar, Kokoy bilan qilingan jang, urush, raza hype bo'lgan. O'sha hamma savollarga javob olamiz va bu inson qachon o'ylanadi? Bu savollarga ham javob olamiz. O'rtoqlar, bizdan uzoqlashmanglar, biz sekin o'tirib bular bilan suhbatni boshlaymiz. Keling, Mirzajon, siz bilan birinchi savol-javobga qaytsak. Keling, konfliktdan boshlasak. Konflikt streamerlar orasida, to'g'ri, oldindan ham bo'lgan konfliktlar, kim bilandir kim streamda so'kishib qo'ygan. Sizlar rostdan borib Kokoy bilan urushib qoldinglar. Jizzaxga bordingizmi? Necha kishi bordinglar? 4 kishi bordik. Adminim, keyin bitta tanishim. Nima mashinadagi bolalar bor edi keyin. Shu 4 kishi bordik. Urushdinglar. Shunaqa bo'ldi. Nimaga? Nima sabab bo'ldi o'zi? Endi sababi mani bitta o'zimni o'xshatib yuradigan bola bor. Mashinik, o'zimni katta fakeim. Odamlar uxlagan. Endi odamlar-ku mayli pulini uxlatyapti, mani o'zimni o'xshatib, masalan, men O'zbekiston kelyapman, menga pul berib turing, men borganimdan keyin sizga tashlayman deb odamlardan pul olgan. Yo'q, ancha olgan. Ha. Shunaqa ko'p bo'lgan, keyin jalbalar tushgan menga. Keyin streamer ham shunaqa narsaga tushib o'tiribdi-da. Menga masalan abitna bo'ldi. O'sani miying bor, aqling bor. Bu qidir. Nima bu rostdan ham balumi boshqami o svязlar bu, masalan kimdan taniysan, uni svязи masalan men tanisa kerak. Lekin uxlatgan, populyaristda uxlatganmi, akkaunt PUBG temada короче uxlatgan Kokoyni. Keyin u YouTube'da video qilib chiqdi. Sizga atvet qilib. Menga atvet qilib. Men xabarim yo'q. Video qilib chiqibdi, keyin men streamda o'tiribman bir payt. Yozyapti o'zi Kokoy kim nima deb, короче, nima yozgan esimda yo'q, Kokoy kanalidan yozilgan esimda. Keyin ko'rdim, yaxshimisiz Kokoy, charchamayapsizmi deb normal gaplashdim. Keyin yozyapti. Keyin sansirab yozyapti. Men ayron. Men o'zimni vibe'imda stream qilyapman. Men ayron nima bo'pti ekan. Keyin streamni o'chirib bundoq qarasam agar video chiqaribdi ekan. Balu onam qilgan. Keyin men miyamga tepdi-da. O'zi ko'pchilik biladi, men shunaqa fakeim bu, o'zimni o'xshatib yuradigan. Keyin uni so'kdim. Shunday dedim, men yo'qmi sani dedim, o'zingni odamlarni, obunachilarni yosh desak, o sen katta erkaksan. Keyin so'kinish boshlandi. Boraman dedim. Chiqmasang, короче, o'sha so'kinadigan gaplar bo'lib ketdi. Bordim. Chiqmadi. Primo efir yo'qolgan Instagramda, agar ko'rgan bo'lsangiz, normal где-то bir 1000 kishi bo'lib ketdi u yoqda. Primo efir yo'qolgan, kutdim. Qancha bir 1 soatmi, 2 soat kutdik-da. Chiqmadi. Оказывается, u nima bollarni yig'ayotgan ekan. Yo'q. Bollarni yig'ayotgan ekan. Keyin chiqishdi. Talpa men keldi, birinchi onadan so'kkani uchun men so'rab olaman deb borgandim. Men onamdan so'kdi. Bordim, so'rab oldim. Endi bitta qanday bo'ldi?
Birga bir urishdik-ku, уже qolganlar bari aralashishdi. Qolganlar aralashdi, hech narsa qila olmadik. Ozgina qoldi nimalarga borishiga. Uchastkovigacha bordi. Delo ochilmadi, yaxshi. Uchastkovigacha bordi. Keyin nima keldik qaytib biz. Urdingizmi uni, nima bo'ldi? Bitta qoqdim. Keyin orqamdan bir 5 ta qo'l keldi. Orqamdan ko'pchilik urdi. O'zi o'sha janjaldan keyin to'xtatish kerakmi kontentlarni yo'qmi? Yo'q, undan keyin qildim. Yo'q, qildingiz, keyin qanchalardan keyin bir oy menimcha o'tgandir, undan keyin to'xtadi. Nima sabab bilan to'xtatdingiz? Birinchi katta sababi PUBG to'g'ri qaramaydi content makerlarga. Bilmayman qolganlarga qanaqa. Shuncha men ijod qilib keldim, shuncha odamlarning ko'nglidan joy oldim. Million prosmotrlarim bor. PUBG'ning admini bir og'iz kelib, seni rekomendatsiyadan ko'rib qoldim yoki YouTube'ing yaxshi ketyapti, keyin senga mana bunaqa taklif beramiz, bunday qilamiz deb. Даже men PUBG akkauntimga titul bergani yo'q. Titul ham olmaganmiz. Titul bergani yo'q. Shu daraja o'zimni va xo'rlangan his qildim. Bu eng katta sabablardan biri. Keyin ikkinchisi sal real hayotda bizneslarim o'xshamay qoldi. O'shaning orqasidan yugurib yurdim. Sartaroshxonamni o'zimniki edi. Dokumentida muammo qilgan. Yo'q. Shu dokument orqasidan yugurdik. Shu o'tib ketdi shuncha vaqt. Keyin nima qilishni bilmasdan o'tirgan paytim yana kardinal. Qayt. Ijodga qayt, san sog'inishgan. Bitta test qilib ko, agar normalniy nima bo'lmasa, hype bo'lmasa agar, men bo'ldi, keyin tashavursam ham mayli deb aytdi. Keyin xo'p dedim. Bundoq qarasam, Instagramda birinchi motivatsiya bergan narsa Instagram Reels ko'rib o'tiribman. Mani eski rasmimda o'sha panamkachalarda turibman. Bu PUBG'ni tanamasang, PUBG o'ynayman deb aytma deb yozgan. 50 ming like yig'gan, 400 ming prosmotr yig'gan. Lekin men Instagramga qanaqa video qo'ymasam, PUBG tema emas. Vine inogda, как ko'nglimga yoqqan videoni olaman-da. Kommentda yozishadi, PUBG'ga qayting. Boshqa gap yo'q. Shundan keyin motivatsiya bo'ldi. Bitta stream yoqib ko'rdim. 1200 taga chiqib ketdi aktiv. Bitta streamda. U streamda kardinal bor edi. Keyin Fayuzov qo'shildi. 3 ta topoviy streamer. Bari gold is to is old is gold deyshadi-ku. Shunaqa ekan. Nimaga sartaroshxona o'xshamadi? O'sha biznesni rosa mehr berdingiz, ko'p narsa tiqib yubordingiz, mebellari, boshqa narsalari, remontlari, reklamalar, ochilish marosimida ko'p odam bo'lgani. Nimaga o'xshamadi? Sabab nima? Sababini aytsam, narxi bilmayman, yoqmaydimi odamlarga. Birinchi narx qimmat emas. Biz nimaga qarab, texnikaga qarab narx chiqaramiz-da. Barber shoplarda shunaqa. Sartaroshxonalarda farqi yo'q. Qanaqa soch oldirish bo'lsa, bir xil narx. Uzun soch kelsa, masalan, biz 70 ming, 80 ming olamiz. Kaltaroq soch kelsa 40 ming, pensionerlar kelsa 35 ming, yosh bolalar kelsa 25 ming, mana shunaqa. Keyin taqqoslashadi. Ana u yoqda bunaqa narx-ku, bu yoqda bunaqa narx-ku. Rossiyada bunaqa emasda. Mazza qilib ishlaganman. Qancha aytsam, 450 rubl edi, 500 rubl, 600, 1000 rublgacha tashlab ketishgan paytlar bo'lgan. Ishni qadrlashadi u yoqqa. O'zimizda bilmayman. Bu katta sabablardan biri. Ikkinchisi, ko'pchilik rasmga tushish uchun keladi. Sizni ko'rish uchun, biznesni pajashga qilish uchun emas, sizni ko'rish uchun. Shunaqa. Lekin UC olish uchun kelishdi, naqdga. Lekin ota-onalar boshimga yurib kelishdi. Men bolam pul o'g'irlab kelibdi, kim nima qilibdi. Даже cho'ntagimizdan ham qaytarib bergan paytlarimiz bo'lgan. Bir xillar onasi bilan o'zi keladi. Bolamga kim nima kerak ekan deb. Bir xillar ota-onasini to'g'ri tushunadi. Shunaqa narsalar ko'p bo'ldi.
O'sha sabablading. Ha. Bu arendamda joyingiz? Yo, sotib olingandi. Zdaniya? Ha. Ha. Hozir nima bo'ldi? Hozir turibdi. Sotib olgan bo'lish. Qanchaga sotib oldingiz? 28 mingmi? Shunchada. Shunchaga olganman. O'sha joyi, o'sha именно o'sha barber shop bo'lgan. Shuna turibdi hali. Turibdi. Arendaga bermadingiz? Birovni biznes boshlamadingizmi endi? Hozircha jelaniya yo'q. Hozircha mana shu PUBG'ni bitta qaytib boshlab olaylik. Xudo xolasa. Gap yo'q. Qolgan tovarlarni hammasini sotib yubordik, ya'ni barber shop. Tayyor biznes ha. Ichidagi texnikalar hammasi sotildi. Instrumentlar faqat qoldi o'zim bilan. Baribir sartaroshlik kerak-da. U qarib qolsangiz ham ishlatib biladigan hunar. Ha, yo'q, to'g'ri. Men tashlamoqchi emasman bu ishni. Dalshal bo'ladi sartaroshlik. Men hayotda bu narsani tashlab, hunarni xor qilgan odam biri ikki bo'lmaydi deyishadi. Keling, dadangizlar haqida gapirsak. Dadangiz hozir Shedelarmi? Buxoroda. Buxorodalar. Ha, san'atkor oilasidanman dedingiz. Men uni bilmagan ekanman. Birinchi intervyuda uni gaplashmaganmiz. Dadangizlar nimadir qo'shiq aytadilarmi yoki sozandalarmi nima? Yo'q, endi san'atkor deb ham bo'lmaydi. Dadam rubob chalganlar. Rubob. Qashqar rubob. Keyin aytgan bo'lsam kerak, biz 7 ta farzand. Yo'q, aytmagansiz. Aytmaganmanmi? Ha, 7 ta farzandimiz. Eng katta akam nimaga konservatoriyaga topshirishgan. Sluh normali bo'lgan. Shu keyin ikkita akam ham muzikant. Bittasi nima chaladi? Pianino chaladi, ikkinchisi sintezator. Даже svideniyani ham o'zi qiladi uyda. Keyin men ham qiziqib bo'lganman. Sizlar 7 ta aka ukamsizlar? Bitta qiz, 6 ta o'g'il. Siz nechinchisiz? Eng oxirgisi. Eng kenjasiz. Kenjasi. Eng erka to'ygan siz ekansizda? Ha, shunaqa. Rostdanmi? Rostdan 6 ta farzand. 6 ta o'g'il, bitta qiz. Endi nimada adamni birinchi ayollaridan bo'lgan u 4 ta o'g'il. Biz bu yoqqa 3 ta. Lekin bordi keldi bor, aka sifatida qabul qilamiz. Ha, unaqa bo'lsa. Dadangizlar hozir nima ish qiladilar? Pensioner. Pensioner. Onangizlarchi? Onam shu borib magazinimiz bor, produktoviy. Yordamlashib turadilar nimaga? KNMga. Ikkita ayollar ishlashadi produktga. Zo'r, unaqa bo'lsa yaxshi. 1 yil yo'qolib qolganlari haqida mana aytib beryaptilar. O'zi lishniy shaxsiy hayotdagi bizneslari va shu o'xshamagani, nimadirlar bo'lib ketgani o'sha 1 yil mobaynida bilan pauzaga, shu umuman ijod qilmaslikka sabab bo'libdi. Endi ijodni boshladingiz. PUBG'da qanaqa yangi kontentlar, nimadirlar o'ylab topdingizmi? Nimadirlar kiritmoqchimisiz obunachilarga, kuzatuvchilarga? Albatta. Xudo xolasa kontent chiqardik, ikkita. Birinchisida 2 hafta oldin video qo'ygandim. Nasriyan ham uchdi to'g'risi. Kanalni qaradim, 10-o'rinda turibdi video. O'zi ko'rsatdi, nechinchi o'rinda? 10-o'rinda turibdi. Kardinalga aytdim, kanalingga tashlab berdi. Qo'limizdan kelgan hamma narsani qildik. Nasriyan yo'q, keyin ikkinchi videoni oldik. YouTube'da bo'lmagan, hech kim qilmagan bu videolarni. O'zim nima qilib, maslahatlashib ChatGPTdan sotib olganman, podpiska maslahatlashib, qanaqa yo'nalishda video qilsam, nima qilsam, nima odamlarga yoqadi, YouTube rekka chiqarar. Maslahatlashib, polni ikkita nima qildik, keyin video chiqardik. Ikkinchisi normali bo'ldi. Ana u 2 haftada yiqqan prosmotrni bu 2 kunda yig'ib qo'ydi. Necha ming bo'ldi? 25 ming. 2 kunda 1 yil kanal yotgan holda 2 kunda 25 ming prosmotr, bu men o'ylayman zo'r. Bundan keyin yana video qo'ysam, bu 25 ming emas, 35 ming bo'ladi. O'sha bir-birini tortib ketadi-da. Shunaqa. Qayta stepochka bo'ladi. Bunaqa kontentlarni hech kim qilgani yo'q. Qaysi yo'nalish edi? Janim bilan, Jonni bilan, Boboy bilan challenge qilyapmiz. Challenge da masalan PUBG'ni zavodskoy o'zini yangi skachat qilsangiz, 2 ta barmoqda nastroyga qilingan bo'ladi-ku. O'shanda o'ynab ko'rdik. Hech kim qilmagan, no interesna tema. To'g'ri.
Ikkinchisi bitta telefonda 2 kishi o'ynaydi. Bu ham interesting tema, hech kim qilmagan. Da. Hali xudo xolasa yana mana shunaqa qiziqarli, o'sha odamlar bir xillikdan zerikkan. Men prank ham o'zi bitta qilib ko'rishi mumkin. No, o'sha hamma o'zi zerikkan deb o'ylayman bu pranklardan. Yangicha ana shunaqa yo'nalishlar kirgizsa, YouTube yangilikni yaxshi ko'radi. To'g'ri. Yangi auditoriya olib keladi. Lekin to'xtatib qolmang. U to'xtatsangiz oxiri yaxshi emas, chunki biling sizlar Balu deb tanilgansizlar, deylik, kardinal deb tanilgan, aslam deb tanilgan, yakuza. To'xtatib qo'ysanglar, menimcha Instagramda yaxshi kontent qilardingiz, uni ham to'xtatib qo'ysa oladi, вообще. Yo, Instagram oyida bir 3 ta 4 ta video chiqarib turaman. U kardinal qilmaydi. Kardinalga yesangiz bo'ladi u gap. Instagramga qaramaysan. Instagramga kechagina gaplashdik o'sha masala bo'yicha. Hozir endi to'g'ri, siz endi ish boshladingiz, lekin ish yuritgan paytingiz oxirgi 1 yil oldin qancha daromad qildingiz? Ya'ni o'rtacha qancha daromad qilasiz hozir PUBG dan? Tak, o'rtacha daromadim hozirda ko'p emas. 800 ming atrofida. Endi u paytda deylik. U payt 2000 gacha men chiqib, 3000 gacha chiqqanman. Pik davrlarda keyin PUBG qisib qo'ydik-ku akkaunt savdoni. Ha, vot qanaqa qaraysiz shunga? Buni akkaunt savdoni qisib qo'ygani qanaqa qisib qo'ydi? YouTube kanaliga javob kelishi boshladi, ссылкаларga, boshqalarga. Strike kelishi boshladi. Siz qanaqa qaraysiz shunga? Конечно, yomon qaraydi odam. Salbiy. Chunki noni shu PUBG'ni. PUBG pul to'lasa-ki bu narsalarni reklama qilmasin. Masalan, akkaunt savdodan qancha? Bir 1000-2000 qolyaptimi? PUBG bersin. 1000 ni bersin, 500 ni biz kontentga sarflaymiz. 500 ni mayli o'zimizga qoladi. Lekin sizga даже titul bermagan ekan o'sha PUBG Mobile. Yangi YouTuber chiqyapti, 100 ming podpischik yig'yapti, titul olyapti. Sizga nega bermagan sababini aytganmi? Mani polni ignor qilgan. Nimaga? Ishi tushsa yozadi. Agar nima qiladigan bo'lsa, polni ignorda. Nima sabab bo'lgan? So'raganmisiz? Men даже ko'rsatishim mumkin chatda. Nima deb qani o'qib beringchi. Nima bo'lgan axir? Bilmayman, mendan nima xohlashgan. Men yozganman, assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Titul yo'q edi menda. 6-mayda bu. Assalomu alaykum, Google Form'ni to'ldirganmiz, oldindan yo'qmi? Yo, hech nima qilmaganman deb aytganman. Shu hafta forma yuboraman. Xo'p. 9-yanvar. Oho. 9-yanvar ishi tushib yozyapti. Sizni O'zbekistonda tashkil etilgan turnir uchun, taklif qilamiz. Turnir bo'lganda $3000, menga umuman qizig'i yo'q. Taklif qilamiz. Men yozganman keyin, assalomu alaykum, turnirda ishtirok etasizmi deb aytgan. Bo'ldi, registratsiya qilaman. Yana yozganman. Menga titul berasizlarmi? O'tgan safar ham so'ragandim, bermagandingizlar. Shu formani to'ldirib bersangiz, to'g'ri 3 versiyadan olishingiz mumkin. Endi ikkalasini ham to'ldirdim, yozdim. Endi ana bu sezon ham agar bermasa, endi bilmadim nima. Yaqindanmi? Yanvar kuni gaplashibmi yaqinda? To'ldirdingizmi-ki? To'ldirilgan emas. Ana shu sezon payida berish kerak. Lekin buni qarang-da, ham ko'r bilan ham shunaqa gaplashadimi ignor qilib. Biz qancha reklama qilsak, ular shuncha foyda qiladi-ku, yo. Gapim xatomi? To'g'ri. O'rtoqlar, bu asli bu PUBG Mobile'da kompaniya nimadir yomonlashmas, lekin ko'plar streamer norozi, bilmadim nimaga endi. Может быть, rus adminlar yaxshi qaraydi. Menga bo'lsa ruslar bilan ham men gaplasha olayman. Просто normalniy qaraydigan, bu o'zbeklar qaraydigan menejer ekanda. U ruslar qaraydigan, bilmayman. Просто ko'p men reklama datelar bilan ishlaganman. Ishi tushsa yozaveradi. Sraz yozaman. Brat, men bu yoqda nima qilish kerak? Sraz yozadi. To nimasi joyiga tushguncha. Bu bilmadim. Titul bermadi shunaqa qilib. Titulini foydasi ham tegmaydi o'zi. Просто как-то уважение sifatida berib qo'yish kerak-ku, yo'q. Siz akkauntingizga pul sarflamagan ekansiz. Narxi qancha? Endi ko'zga tushadi,
ko'zga tashlanadigan arojalarni nimasi bor? Olgansiz, Ha, ha. olganman. Ja mukkasiga ketib tashlamaganman. Kardinal vahshiylarcha pul sarflarkan. Ha, shunaqa. Endi uni kontenti shunaqada. Endi open case Qiyin. klassika yo'nalish uniki. Bir xil ketyapti. Da. Siz open case yo'nalishida qilib ko'rishga harakat qilmadingiz? Qilganman. O'rtacha bo'lgan. Men open case rasxod qilib open case qilganimdan ko'ra bez rasxod bilan frank olganim yaxshi. To'g'ri. Qachon uylanasiz endi? Mirzajon, uylanish haqida gaplashaylik. Qachon uylanasiz? Qachon oilali bo'lasiz? 2026 planlar qanaqa? 2026 xudo xolasa mashina bor. Asta-asta uy bor. Bitta remont qilsam xudo xolasa 27 ga uylanish niyat bor. 27 yoshda. Yo'q, 27-yil. 27-yil. Ha. Necha kirasiz unda? 25 ga. Ha, bu normal. Zo'r yosh. Ha. Uyga remont qilasiz. Bu yil qilasizmi endi remont? Ha, shu yil bo'ladi. Boshlaysiz. Necha xonali uyinglar? 4,5 sotixda. 450 Necha kvadrat. stressli bu hovlida? Bu hovlida tak yarmida men, Adam, oyim, yarmida akamlar. Bitta kezda turadi. Bitta akam. Qolganlar hamma uy-joy qilib ketishgan. Ha. Demak, 4,5 ga bo'lar ekanda. Может bo'linadi, Может bitta turasiz. Может aka ketadilar. Yaxshi variant. Eng optimal variant. Bu ham variant lekin to'yga обязательно ayting. Biz Конечно, обязательно. Yaxshi ko'rgan qizingiz ismi kim edi? Yaxshi ko'rgan qiz уже tamom. Ha. Bor edi shekilli-ku. Ha, bor edi. Uylanib ketdimi? Endi bilmadim, cho'ta ulg'aygan sari sevgi qanday tushuntirsam. Ulg'aydingizki, sevgi degan tuyg'u sal yo'qolar ekanda odamda. Yo'q, anaqa emas. Muhabbat, sevgi bor narsa shekilli. Bilmadim, menda oldin kimni ko'rmasamda chiroylimi sevib qolardim. Hozir gaplashaman, xarakterini o'rganaman, keyin nimadir tuyg'u bo'ladi. Ataguncha bilmadim, shunaqa yoshdaman hozir. Bo'lishi mumkin. Endi uylanish bu yil bo'lsa, kelasi yil bo'lsa, bu yil uy qursangiz, sartoshlik qachon qilasiz, davom ettirasiz? Sartaroshlik qilaveraman, xudo xolasa, nima klientskiy bazasi tayyor, ustalari zo'r joy barber shoplari bor. Xudo xolasa joy ochilsa, kimdir shogird tayyorlab, bu kishi Rossiyaga yuboradilar. O'z shogirdlarimni o'rgatib olay, lekin joy ochilsa, xudo xolasa kelasan. O'zi sen kelsang agar sen ham master hisobiga kirasan, bular hech narsani o'rgana olmaydi deb aytishdi. Yozlarda boshlaymiz ishni, xudo xolasa. Baribir tashlash niyatim yo'q, sartoshlikni yaxshi ko'raman. Sochilish. Rossiyadagi joylarni sotib yordingiz hammasini biznesdan. Ha, u tayyor, gatov biznes bo'lib ketdi. Qanchaga sotdingiz uni? 500 ming rubl, ana u birinchi intervyu olgan nimamiz 500 ming rublga ketdi, bunisi 200 mingga ketdi. Metro. Ha, yo'q. 700 ming. Jamcha ko'p pul sotmabsiz-da, arzonga sotib olibsiz. Tayyor biznes sotib keldingiz. Keldim. U yaxshi edi-ku ishingiz, adashmasam. Yaxshi edi, lekin qaradim. Birinchidan urush boshlanayotgan payt edi. Ha, to'g'ri. Urush boshlanayotgan payt edi. Dokumentga qattiq turishdi. Men polni bez dokument yurganman. Dokument tudim, keyin bunday o'ylab qaradim. YouTubedan normal topyapman. U yoqda topgan narsani bu yoqdan ham topib olayman deb shu yoqqa keldim. Sразу sharoitcha kontent qilishni boshladim. Bo'lib ketdi hamma yo'q. Ha, mana hozir yaxshi-ku. Mashina oldingiz anaqa BYD Shazor oldingiz. 20 necha ming oldingiz? 5. Naqdga oldingizmi? Naqdga. Naqdga uni oldingiz. Streamxona qildingiz. Bu streamxona ham arzonga tushgani yo'q, adashmasam. Bir 10 mingga tushgandir общий. Bir pachkaga. Shunaqa desa ham bo'ladi. Общий расход boshqa. 2 yilmi, 3 yil bo'ldimi nima bunga?
Men o'ylamagandim, kichkina xonaga ham shuncha ketadimi? Lekin ketdi. Ketdi. Kam miring ketdi. Zo'r, lekin zo'r qo'yibsiz, kompaktniy. PlayStation 5 bor. Kompyuteringiz bor. Internet yaxshimi? Internet chotki. Internetingiz bor. Hamma narsangiz bor. Faqat ijod qilyapsiz xolos. Ijod qilsangiz ham undan zo'ri bo'lmasdi. Ijodlarni qilib, chetki qilib. Atak zo'r. Vashshi menga yoqdi. Na samom деле zo'r qilgan ekansiz. Kompakt o'ziga mos. 2-3 kishiga o'tirsa ham bo'lar ekan bemalol. Kardinalgami biron kimga viziv tashlab ko'ring. Biron nima qilib, kontent o'ylab, chaqirib. Ot kardinal rostdan ham content makerda. Hozir kimni kuzatyapsiz? Keling YouTube'da gaplashaylik stream. Kimlarni va topoviy 5 ta streamer sanab bering va topoviy 5 ta content maker sanab bering. O'zbekiston bo'yicha ko'radiganingiz bordir, balki. Ko'radigan hech kim ijod qilmayapti, kimni ko'rasiz hozir? Yangilarni umuman ko'rmayman. Ko'rish qanaqa hozir? Shunda YouTube'ga kiraman, kim stream yoqqan? Bunda bosib ko'raman, ichiga necha soatdan beri stream qilyapti. Aktivga qarayman. Hozir polni aktiv nazorat qilib yuraman-da, kimniki qanaqa o'zim bilan taqqoslayman. Hech kimni videosini boshidan oxirigacha ko'rmayman. Endi bilmayman kimlarni sanab berishi, men senatorlar to'xtatib qo'ydi, kam qilyapti, umarlar qilyapti. O'shada ko'radigan. Yakuza ham bir qilyapti. Umikolar bordi. Ko'plari content makerlar sekin uzoqlashdimi? Nimaga uzoqlashdi? Yosh katta ulg'aydi, biz zerikdimi? Siz ko'rmaskansiz, endi ko'rishni boshlarsiz, endi o'zingiz qaytdingiz-ku. Endi qarang, ko'rish deganda nimani qanday tushunasiz? Kuzatasiz-ku, deylik, 2 kunda bir o'sha bola nima chiqaryapti, nima qilyapti, streamida qanaqa yo'nalish bo'yicha qilyapti deb ko'rib turasiz-ku baribir. O'sha misolda nazarda tutdim. Endi rekomendatsiyadan kim chiqsa shuni ko'raman-da. Ha, demak, o'rtoqlar, qaranglar, yangi boshlatgan streamerlar, iloji bo'lsa men bitta hashtag beraman, bularni rekomendatsiyasi chiqib kelaverasiz. Ko'rsalar bo'lib chiqib kelaveradi. To'g'ri, lekin ko'pincha e'tibor o'zim ham hozir tushunib yetdim, rekda kim yursa, previewga qarayman. Keyin prosmotrga qarayman. Ko'p bo'lsa, nimaga ko'p yegan deb kirib ko'raman, kam bo'lsa, nima sababdan kam yegan, previewga normalniy. Sabab bo'ladi var kirib ko'rishga. To'g'ri. Orada kurs ham qilmoqchi edingiz, qilmadingizmi, qildingizmi? Yo'q, unaqa narsa qilmadim. Orada o'rgataman dedingiz-ku. Unaqa narsa qilganim yo'q. 2026 sizdan nima kutaylik kontentlarni? Tinmaysizmi yoki bo'ldimi? Yo'q. Qaytaman. O'rtoqlar qaytalik. Yangi auditoriya yig'ish kerak. Meni yangilar tanimaydi. Shunaqa aytaman-da, yangilar tanimaydi sizni. Eskilar, oldlar hammasi 2008. 2008dan tepasi taniydi. O'sha pasti вообще tanimaydi meni. Даже 2008larni ham ko'psi tanimaydi. 2006 100 tali 2006larni kim PUBG o'ynamasa, ballo desangiz tanish kerak. Tanitamiz. Xudo xolasa biz ham YouTube yaxshi prosmotr olsa, mana shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, bularni tanish kerak, chunki bilmadim, bular dinozavr davridagi streamerlarda. Bu kulgili bo'lishi mumkin, lekin rostdan bu haqiqat. Biz dinozavr davridan kardinal qoldi. Siz qoldingiz. Sanoqli qoldi. Aslan ochib ketdi-da, uni oldimsa aslan ochib ketdi. Shunaqa, lekin kim ultra desangiz, u ham bizdan keyin chiqqan. Ultra lekin ultra sizlardan keyin chiqqan. U ham mana orada intervyuni ko'rsangiz, men YouTube kanalimda to'lig'ini qo'yganman. Polni nima bo'lganini aytib bergan. To'g'risi aytib bergan, aka, men mana shunaqa muammolar bo'ldi deb. Muammo ham PUBG Mobile bilan bo'lgan. YouTube'dagi muammosimi? Yo'q, именно o'sha qisganligi, nimadirlar, mana shunaqa usloviyalar kuchayib ketganligi. U muammo o'shaning global muammo. Yo'q. Ha, uzoqlashgan sabab. Endi hozir ular yangi o'yin boshladi. Ko'rdim. Legends degan o'yin bor. O'shani boshlashdi. Qayerdan nom bo'lsa, o'sha yerda bosaverish kerak bo'ldi. Ha, o'zi endi tirikchilik qilish kerak. Tirikchilik shunaqa. Tirikchiligi nonni toshdan qattiq deyishadi. Bu haqiqat, bu rost. Endi kimgadir PUBG Mobile dan tirikchilik qilish berilgan, kimgadir boshqa joydan, kimga qanaqada.
Avvalo rahmat suhbat uchun. To'g'risi men aslida sizni ekstremxonangizni ko'rish uchun kelishim kerak edi. Bilsangiz, va'da yani kelishuvdik. Kelmaganim sababi orada men ijoddan sal uzoqlashdim. Chunki xuddi siz aytgan narsa menga PUBG bir tiyin bermagan, menga deylik boshqalardan ham pul olmaganman kontentim uchun. Biz to'g'ri yo'ldamiz. Ha. Aytaman-ku, biz shuning uchun kontentimda reklamalar chiqmagan emas, chiqqan. U rasxodimni yarmini ham qoplamagan, lekin chiqqan. Chunki qanaqadir reklama olishim kerak edi. Men har bitta intervyu bilasiz, qatnashi bor, yo'lkirasi bor, bolalar bor. Kanishni u. Hamma narsa endi montaji bor. Bu hammasi tayyor. Mana sizlar misol uchun shu videoni tayyorini ko'ryapsizlar. Lekin buni orqasida juda ko'p odam mehnat qiladi, juda ko'p energiya ketiladi, pul, hamma narsa ketiladi. Shuning uchun men orada demay dedim, men intervyuni to'xtatishga ozgina qaror qildim dedim va biznesga o'tdim. Ya'ni biznes keladigan joy qilmasam, men uzoqqa bora olmayman degan xayol bo'ldi va biznesga o'tib ketdim. Orada 3 yil, 2 yildan ko'p absolyutni to'xtatdim. Absolyutni kontentlarni to'xtatdim. Lekin bu hammasi yaxshilikka bo'ldi. Mana yana sekin qaytib oldik. Yana sizlar bilan diydor ko'rishib turibman. Sabab bo'ldi intervyu ham diydor ko'rishishga. Hammasi yaxshilikka bo'ldi. Shunaqa. O'rtoqlar, bilmadim, Balu nima aniq qiladi, konkurs qo'yadi. Biz kardinalda 50 ming UC qo'ydik konkursga. Endi 50 ming UC juda ko'p. Men uni bilmasdan 100 ming, 50 ming desam, u men tushunmayman-ku, qanchasi u aytdi, u aka rosa ko'p-u dedi. Kardinal desa, telefon ham qo'yamiz desam, hajabi nechidir kishiga 1000 UC dan beraylik dedi. Telefon bering bo'lmasam deb, qarashdi. PUBG o'ynaydigan telefon. Sizlar bilan xohlasangiz necha ming UC qo'ysa bo'ladi mana? Masalan, nima qilish kerak konkursga olish uchun? Deylik, siz kanalingizga obuna bo'ladi, meni kanalimga obuna bo'ladi va kommentda o'sha UC nima uchun kerakligini yozadi va ID'sini yozib qo'yadi shu. Bo'lmasam biz AirP sovg'a qilamiz. O'sha Royal Pass. Xo'p, Royal Pass sovg'a qilasiz. Nechta? 10 tami? 25 ta. 25 ta Royal Pass nima o'zi? U har bitta sezonda keladi, u kerakli narsa. Suvda kerak lekin odamlarga, men bilaman buni. Yo'q. PUBG o'ynaydiganlarga. Bo'ldi, mendan bitta telefon o'qidi. Bo'ldi. Kelishdik. Mendan bitta telefon, sizdan 25 ta. 25. Faqat iltimos o'rtoqlar, shu intervyuni kommentariyasiga kirib, sizga nimaga kerak u Royal Pass va telefon nimaga kerak, o'shani yozib qoldiringlar va обязательно men bilan Baluni kanaliga obuna bo'lishinglar kerak. Shart. Ertaga tekshirilganda mabodoga chiqmay qolsa xafa bo'lish yo'q. Deylik, men komment yozdim-ku, yutdim-ku deb turibman, qarasangiz yo siz yo meni kanalimga obuna bo'lmagansiz, xafa bo'lish yo'q. Nima deb? Yaxshimi fikr? Da, zo'r. Unda o'rtoqlar, bosinglar. Mendan bitta telefon, bulardan 25 ta Royal Pass. Gaza? Gaz, конечно, bu. Mo'mas. Ha? Bosamiz. Bosamiz. Endi mendan bitta telefon PUBG ga 120 FPS mi hozir? Hozir 120. O'sha 120 ko'taradigan telefon bitta. Infinix degani bor, bilasizmi? Eshitganman. Mana shunaqa telefon. Eshitganman. Xuddi shunaqa telefon beraman. 120 FPS ko'tarar ekan. 120 ko'rsatdim. 120 FPS. Bitta beramiz, farqi nima? Shu cho'tki telefon yangi o'zi ochib ishlatadi. Yo'qdan ko'radi, to'g'rimi? Intervyu qiziq bo'lishi uchun oxirigacha ko'rganlar, mana shu yergacha ko'rganlar meni xabardor bo'ldi. Oxirigacha ko'rmagan endi uzr xafa bo'lmaysizlar, o'rtoqlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mirzajon, yoshlarga fikringiz, boshlamoqchi bo'lganligi fikringiz va nimadir maslahatlaringiz bo'lsa aytsangiz, keyin shu bilan intervyuni yakunlaymiz. Yangi boshlayotgan ijodkorlarga meni maslahatim, mana ko'rib turganinglarda, men ijodga qaytyapman, lekin eski yo'nalishda emas, men yangicha o'zim intilib, qidirib, informatsiyalarni olib, YouTube'ga nima yoqadi, даже qidirib, men noldan qaytib boshladim, qaytib kanalimni tomiriga qon yurg'izyapman-da. Yangitdan kanal ochib, tipa kanal ochgandek bo'lib, men ijod qilyapman. Sizlar ham birovni kontentini olmanglar. Olinglar, lekin o'zimiznikidan emas. Chet eldan olinglar yoki qidiringlar. Hozir hamma sun'iy intellekt bo'lib ketgan. Nima yoqadi, nima yoqmaydi odamlarga, nima qilsam rekomendatsiyaga chiqadi,
o'zi shpargalka bo'lib yotibdi hamma yo'q. Shunaqa yaxshi. Shun oson, hozir oson. Prosta sizlarning qiladigan ishinglar ketini uzmaslik shu narsani. Bo'ldi. To'xtamasdan ijodni qilinglar. Расходsiz ham qilsa bo'ladi. Imенно shart emas sizlarga mamday donatorskiy akkaunt bo'lishi, zo'r telefon bo'lishi и так далее, короче. Oddiy kompyuter bilan ham men prosta menga kerakli uchun shunaqa kompyuter qildirganman. Oddiy kompyuter bilan ham qilsa bo'ladi. Streamni ko'tarmaydigan kompyuter bilan ham video olsa bo'ladi. Video olish uchun kompyuter zo'r bo'lish kerak emas. Tak что to'xtamanglar, motivatsiyani o'zlaringizdan olinglar. Har kim o'zidan olish kerak motivatsiyani. Lekin biz prosta o'rnak bo'lamiz sizlarga. Qanaqa qilish kerak, qanaqa narsani qilmaslik kerak. Bo'ldi shu. To'xtamanglar ijoddan, lekin ota-onalarni aytganini ham qilib turinglar. Norozilik ish bo'lmaydi u. Uzoqqacha bormaysizlar. Bo'ldi o'rtoqlar, Mirzajonni, Palloni fikrlarini eshitdinglar, motivatsiya bo'lsin, bejonlar. Boshlanglar, faqat ota-onaning roziligi bilan boshlanglar va vaqtinglarni faqat PUBG ga sarflamanglar, o'qishni ham vaqtida qilinglar, lekin PUBG dan 3-4 soat o'ynaganinglarda kontentdan qilib birato'la pul ham ishlaylar. Shunaqa demoqchilar, и plus именно mana shunaqa streamxona shart emas. Qachonki kontentdan daromad qilishni boshlaganinglarda albatta streamxona qilishga ulgurasizlar. Chunki bu streamxonaga kam pul ketmagan, ota-onalarni majburlab o'sha 1-2 so'm topayotgan pulga bank ham stream qilib bering, kompyuter qilib bering deb miyalarni ortmaysizlar-da. O'sha telefonni bor narsadan foydalanib maksimal qilishga harakat qilinglar. Chunki men o'zim ham bitta telefonda boshlaganman. Boshlanishi 1 yil mobaynida men обычный Lenovo degan telefonda boshlab 100 mingta obuna chiqqanman. Bu telefonda olib turib hamma narsa qilsa bo'ladi. Ya'ni izlagan imkon topar degan narsa bu rost. Shuning uchun ota-onani rozi qilinglar, PUBG ni ham o'ynanglar, o'ynamanglar emas, faqat zoomer bo'lib qolmanglar. Uni mukkasidan ketib qolmanglar. O'sha o'ynagandan keyin me'yorida o'ynanglar va o'ynagan vaqtinglarni iloji bo'lsa o'sha kontent qilishga sarflaylar. Ham o'ynab, ham kontent qilsa bo'ladi. Aytganlaridek hamma yoq shpargalka, bu degani hamma yoqda podkaskalar bo'lib yotibdi. ChatGPT kirib bitta deylik oddiy misol savol bersanglar bo'ladi. 2026-yil qanaqa kontent qilsam odamlarga yoqadi, bu yo'nalish PUBG yo'nalishida deb savol bersangiz, savollarni ham to'g'ri bersangiz javobini ham olasizlar. Chunki biz o'zimiz ham ayrim narsalarni o'sha ChatGPT orqali to'g'ri oylik to'lovi bor, to'laymiz. O'sha orqali olamiz. Ya'ni informatsiya досконально от и до hamma informatsiya bor edi. Даже любой savollarga почти javob bor. Biz paytda unaqa narsa yo'q edi. Bo'lmagan. Hozir 2025-26 yana ham osonlashdi. Kim bo'lib kontent qilish vaqt osonlashadi bu paytda. Shuning uchun o'rtoqlar o'zingizlarni asranglar. Albatta videoga like bosishni unutmanglar. Biz intervyular to'g'ri zerikali bo'lishi mumkin, chunki yoshlar oxirigacha ko'rmaydi. Hozir hamma shortsga o'tib qolgan. Lekin bu intervyu albatta ko'ringlar, oxirigacha ko'rganlar bitta telefon 25 ta Royal Pass yutib olishi mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Mirzajon va Oybek Kraymberdiyev bo'ldi. Kelgusi intervyular kim bilan olishimni xohlaysizlar? Albatta kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar. Rahmat, sog' bo'linglar. Like bosish eslardan chiqmasin.